Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Saydulla aka, yaxshimisiz? Tinchmisiz? Anjoningiz sog'mi? Sizlar yaxshimi? Assalomu alaykum, hurmatli dehqonlar, hurmatli chorvadorlar. Saydulla akani dalasiga kelganmiz. Argus F1 tarvuzimizni xudo xolasa eksportga tayyor bo'lgan variantda shuni syomka jarayonlariga kelganmiz. Sizlarga ko'rsatmoqchimiz. Qanaqa bo'lgan Saydulla aka, bir adreslarni bir tushuntirsangiz. Adres Surxondaryo viloyati, Termiz tuman Gulbahor mahallasi. Gulbahorda. Gulbahor. Shu Argus F1 tarvuzini ekkansiz. Ekkamiz, ha. Xolasa mana effekti yaxshi. Yaxshi effekti. Xudo xolasa. Xolasa. Bu akam bilan Argus F1 bo'yicha 2 yildan beri ishlaymiz. Undan oldingi yili syomka qilish jarayonida uspet qilmagandik. Mana xudo xolasa bu yil ko'rish nasib qildi. Buning chistoni ham aytib o'tsangiz, dehqonlarga qaysi sokuni aniq qilganligi ham sal manfaatliroq-da. Hasan aka 4-martga chiqqan. 4-martga. Xudo xolasa 22-may. 22-may. 22-may xolasa uzishni boshladik o'zi 20-siga. 20-siga uzishni boshladik. 20-siga uzishni boshladik. Mana kecha o'sha ikkita fura, kechqurun keldi, ikkita fura o'sha chiqardingiz siz. Ikkita fura chiqardingiz. 80 so'mga ko'rdingiz bilishimiz bo'yicha, xudo xolasa. 80 so'mga. Yaxshi. Bu tarvuzimiz xususiyati karistin tipidagi tarvuz bo'ladi. Karistan tarvuzlari hozir urug'lari kam bo'lganligi uchun, narx ko'tarilib ketganligi uchun tarvuz urug' nomini topib kelamiz. Iordaniya davlatiniki, Jordan davlatiniki Argus F1 tarvuzimiz. Xudo xolasa hozir sizlarga batafsil video qilib ko'rsatamiz. Yana bir aylanib daralarni, besini qanaqaligini. Saydulla aka, buni bitta kesincha aka, o'zingiz cho'tga qilib bir hosilni ko'raylik. yo bismillah. Olib keling qizim, men telefondamda olib kesilganini ko'rib tursin, ko'rsatib turing. Bu yaqin bo'lmaydi. Yo'q, bo'laveradi. Kesincha qolsa. Odamlar eksportga posta qanaqaligini, qanaqaligini ko'rish kerak, shuning uchun qo'ying o'rtasidan. Mana xudo xolasa eksportga sizlarga ko'rishinglar mumkin. Posta qanaliklarini qanaqa bo'lishligini. Kattarish jarayonida bu hali. Hali bir kattarish jarayonida. To'xtamaydi. Chunki bu eksportga bo'lgan uchun, uzoq yo'lda hisobini olgan uchun o'zlayapti hozir. Agar bundan ham yiriroq bo'ladi. Hisoblab ko'rdik, kuniga masalan 100 gramdan 500 gramgacha oshib qo'shyapti. Bir kuniga 100 gramdan 500 gramgacha qo'shilyapti. Bu endi eksport bo'lgan uchun, xolasa Rossiyaga kecha pura jo'natgan bo'lsak, xolasa yana mana bolalar qolgani o'sib kelyapti. O'sib kelyapti. Xolasa bu yoqdan ham 40 tonna 50 tonnani mo'ljallab turibmiz-da. Общий gektaridan tanlash qanaqa deb o'ylaysiz? Tonnagami? Примерно, masalan 5 tonna plus minusida. O'rtacha hisoblayotgan bo'lsak, siz 85 sot ekan, shuni ayting. 85 o'rtacha hisoblayotgan bo'lsak, 90 tonnani mo'ljallab turibmiz. 90 tonnani. Kecha aniq topshirganingiz o'zi 46 tonna. 46 tonna topshirib bo'lgansiz. Saydulla aka, bitta bir tarvuzlarni ham ko'rsating, aka, mana shu tarvuzlarni. Mana, aka. Hosildorlik. Ko'taring tepaga, bittasini o'zing. Tepaga dehqonlarga bir ko'rishsin. Yo'q, Alloh. Mana shu to'g'ri to'rtburchak ko'taring, teparoqqa, mana shunday ko'tarsangiz, mana ko'rishinglar mumkin. Tarvuzni mana shu necha kilo chiqadi hozir primerli holatda? 15-18 kerak. 15-18 kilo. Kecha sizga shablonga olamiz deganda necha kilo olamiz deyishdi? Shablonga 6 kilo deyishdi. Lekin qo'ygan tarvuzni 9 kiloni beryapti. Shablon yo'q dedi. Shunisiga yo'ldan uzishni boshladik. Xolos chiqmadi. Shablon yo'q, mana o'zini o'zi 2 donani yetkazib beradi. Umuman shablon emas-da endi. Shablon yo'q. Shunday. Mana. Dolasa shablon yo'q. Bergan.
Xudo xolasa tarvuz, palak jihatlari ham xudo xolasa Shablon degan narsa o'ziga yo'q. Bor-ku mana. O'xlagan tarvuzingda mana shuni ham yirikligi sal ko'rinmayapti palakdagida, shundoq bitta yo'q. Bu palak nima bo'lgani uchun? uzib bitta ko'rsating shuni ham. Yonma-yon o'zing, mana shu ikkitasi turgan ekan. Ha, Shunday. ha, yonma-yon turibdi ekan ikkitasi. Ana. Ha, tepaga ko'taring. Mana bu bittasi. Ikkinchisini ham oling, shuni yonma-yon o'zaylik. Dehqonlarga bir manfaatli bo'lsin. Mana ikkita bo'ladigan bo'lsa, Ikkalasi bir joyda. ikkitasi bitta joyda, bir xil paytda yetkazib bergan eng muhim joy, ha? Eng muhimi. Ha. Ikkitasini endi o'yishga olaylik-da. Bir ko'raylik mana. Yo'q, mana shunday turgan holatda ham ko'rsatsa bo'lar ekan. Mana dehqonlar xudo xolasa Argus F1'imizni ko'rishinglar mumkin. Toni qanaqa, blesk qanaqa. Mana yana o'shyapti. Ana o'yishlarda o'ziga bir 10-15 ta hosil bordi. Ha, shu yerda o'ziga. Ha, mana. Ha. Doğrusu hosil. Mana hurmatli mehmonlar, tarvuz o'ta go'zal. Haqiqatan ham bu palay tagida ekanda hamma hosil, ha? Faqat bu palay saqlash uchun mana qarang. Yerga ham yoshini yot. Tarvuz ko'p. Yerga yoshini yot. Qarang, bir yerga 3 ta. Lekin hammalasidan bir tekisda katta turgan. Katta turgan, ha? Katta bitta kichkina bo'lib qolmaganda. Mana yana ko'rishinglar mumkin. Mana 2 dona bo'ladigan bo'lsa, 2 donasi ham xudo xolasa yirik holatda yetkazib bergan tarvuz eng muhim joyi. Bu tarvuz haqida ozgincha bir o'zingiz taassurotlaringiz qanaqa? O'zim Shu o'rta mana shu o'zingizdagi top 10 talikning ichida qanday? 10 talikka kim qayerga borsa borsin, mana xohlasangiz bu tomonga oling, xohlasangiz bu tomonga oling. Ha, bu tomon qanaqa sort? Bu boshqa tarvuz, ha, endi boshqa tarvuz, ha. Boshqa tarvuz. Hop. Bu tomoni boshqa tarvuz. Ha, boshqa tarvuz. Har tomonlama hosildorlik bo'yicha. Tam bo'yicha ajralib turibdi. Ajralib turibdi. Shunday. Xaridorlar o'zingiz kecha-kechqurun aytdingiz, xaridorlar bitta ikkitasi kelib turib aylanib ketganlar. Hozir yana Qashqadaryodan qaytib kelyapti dedingiz. G'uzorga ko'rish uchun. Shu tarvuzni olish uchun mahsulotni. Mana dehqonlar ko'rishlar mumkin. Akamda sal orora borib turib aka, dehqonlarga bir palak jihati bo'yicha bir ko'rinish ko'rsating. Bu bo'yicha bor-ku, eng muhimi issiq sovuqqa chidamli. Ha, Kasal o'ziga yuqtirmas ekan. kasallik tushmaydi. Yo'q, kasal uncha xoliq doğrusu mana qo'shnilarimizga kasal tushgan, lekin bizga bu umuman kasal olmadi o'ziga bor-ku. Ha, kasal olmadi. Ha, yaxshi. Kasal olmadi. Mana palak ham umuman nimasi yaxshi. Tarvuzni ham issiq urmaydi. Saqlashi yaxshi ekan bor-ku mana. Har tomonlama tarvuzni saqlashi yaxshi. Tarvuz palak o'zining tagida ekan, shuning uchun xususiyati yaxshiroq bo'lar ekan. Palak saqlashi yaxshi, lekin hosildorlik uchun ham mana. Bir yerga mana o'zingiz mana ko'rgan bo'lsangiz, bu yerga 6 tadan 7 tagacha mana qarang. Oho, ha, bu palakni tagida ekanda hosilni hammasi. Mana bu yerga qarang. Ha, palak tagida bo'lgandan keyin, yo mana shular mana palak tagida juda kichkina ko'rinyapti, lekin palakni ochsangiz, lekin katta tarvuz ekan, ha? Shular 10 kilodan 12 kilogacha. Ha, shular 10 kilodan 12 kilogacha. Bu 10 kilo 12 kilo degani o'rta hisobda. Ha. Past oziq hisobiga bo'yicha nimada? Ha. Mana ko'rsin. 18-20 dan. Agar yana buni bir kun saqlasak, xudo xolasa 30 kilo ya 25 kiloni mo'ljallayapmiz. Mana shu dehqonlar ko'p odamlar mana o'sha sortlar ekardi oldin. Hozir mana gibridga o'tgandan beri ancha daromadli bo'lib qoldi, dehqon aka. Daromadli bo'lib qoldi odamlar. Dehqonlarga biz tavsiya qilamiz. Endi sizlar zonalaringiz gibridga o'rgangan. Bu zona, lekin Jizzax zonalari hali beri gibridga o'rganmagan. Gibrid ekadigan bo'lsa, ertaga tanacha yuqori bo'ladi. Bular 120 tonna, 130 tonna bunaqa tarvuz olmaydi bir gektardan. Siz 85 sotikdan 90 tonna hosil olyapsiz. Ular esa unaqa hosil olishmaydi. Tavsiya qilamiz gibridga ekishga, nima deydi? Hamma eksa, xudo xolasa daromad qiladi. Yaxshi bo'ladi. Bu Argus F1'imizdan xudo xolasa 2-yilga natijalar. Xudo xolasa mana zo'rligi bo'lsa ko'rishinglar mumkin tarvuzni. O'ta go'zal holatda. O'ta go'zal holatda. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Dehqon aka sizga rahmat. Xudo xolasa dehqon aka bitta qo'y abshat qilgan. Xudo xolasa kuchingizlar bitta qo'y so'yamiz.